Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan magnitlar haqida tanishamiz. Magnitlar bilan tanishamiz. Magnitlar ikki xil bo'ladi asosan. Tabiiy va sun'iy magnitlar. Bular tabiiy magnitlar hisoblanadi. Bular vaqt o'tishi bilan doimiyligini saqlab qoladigan magnitlar. Sun'iy magnitlar esa mana shu tabiiy magnitga tekkizib qo'yilgan yoki bo'lmasam ishqalangan temir yoki po'lat bo'lagi sun'iy magnit hisoblanadi. Hamda sun'iy magnitni elektr yordamida ham hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham sun'iy magnit hisoblanadi. Tabiiy magnitlarda ikkita qutb bo'ladi. Shimol va janubiy qutblar bo'ladi. Bularni biz qancha bo'laklarga bo'lishimizga qat'iy nazar, bular yana ikkita qutbligini saqlab qoladi. Bir qutbli magnitlar mavjud emas. Mana hozir biz sun'iy magnitdan mana bittasini mana elektr toki bilan magnit hosil qilishni o'rganamiz. Mana elektr toki biz hozir mana shu bilan magnit hosil qilamiz. Mana magnitlanadigan jismlar. Mana biz hozir toki qo'yadigan bo'lsak, mana bular magnitlanib qoladi. Mana biz mana uni o'chiradigan bo'lsak, mana shu ketadi. Bu sun'iy magnit hisoblanadi. Bu sun'iy magnitdan sanoatda juda keng foydalaniladi. Mana fortlarda, o'sha katta kemalardan konteynerlarni tushirish uchun mana shunday sun'iy magnitlar elektr yordamida hosil qilinib, o'sha vagonlar tushiriladi.